Ochilib turishlar ko'p, xudo xolasa. Shu darvozani egalari ko'rib turgan bo'lsalar, Alloh hisob bersa, biz telefonimizga javob bersinlar. Okalar, bizni zakolat olish holatga qarab beraversizlar deymiz. Shunga sizlarning bitta yordaminglar kerak. Yoki yo'q deb qo'yasizlar. Shu darvozani misol deylik, 17 millionga zakaz olingan, yoki 8 millionga 1 million zakolat berganlar shu darvozaga. Hozir mana darvozani bitkazib qo'ydik. Telefon qilsa, telefonda javob yo'q. Sirdaryoga shuna postdan o'tganda ozginadan keyin o'ng qo'lga kirgan mahallada edi. Shuni endi nima qilish kerak? Telefon qilib turib, yoki darvozaga yeding, yoki pulga yeding, yoki darvozani sotib yuborib, yoki bo'lmasa 10 kundan keyin yoki bir oydan keyin olib ketaman deyish yo'q. Telefonga o'pshi javob berish yo'q. Shunga nima deysizlar? Darvozaga zakolatni holatga qarab olaylikmi? Yoki bo'lmasa necha pulga kelsa yarim zakolatni olaylikmi? Shu darvozamiz sotuvda tayyor. Kimnidir joyiga tushadigan bo'lsa 340 ga 340. 4 tomondan shivellar, 12 kili shivellar, ramkalar 8 ga 4, 6 ga 4 profil ichi, lisimiz 1.8, 2 qavatdan foydalanganmiz. Endi oralarga 3 ga 2, 2 ga 2 har xil profillardan foydalanganmiz. Tepasi shunaqa qovunli gullardan bo'lgan, o'sha mashg'ullar uchtadan foydalanganmiz. Tashqariga ochiladi. Kimnidir joyiga tushadigan bo'lsa, bangillagan narxda xudo xolasa cho'tki qilib beraman. Aloqaga chiqinglar. Darvozamizda bir aybi bor, nuqsoni bor emas. Eng zo'r tushungan suvarchilarga darvozani olib kelib ko'rsatib olaverasizlar. Xudo xolasa oltin darvozada oltinga teg darvozalar bo'ladi. Lavzimiz ham oltindan ham qimmat turadi. Shunga e'tibor berib qo'yasizlar. Salomat bo'linglar, kasal bo'lmanglar. Yurani toza qilamiz.